Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Sizlarni yig'ishimizdan maqsad endi kredit nimaga topshirgan, endi asosan mana ham ko'pchilik yuridiklar o'sha sizlarning muammolaringizni nimada to'xtab qolgansizlar, shu kredit nimaga topshirganda muammolar ko'p chiqadi. Bir sira prezident, hurmatli prezidentimiz qarorlarini bir tanishtirib o'tsak, 312 sonli qaror bo'yicha qarorlar chiqqan, nisbatan 7 yilga beriladi, 100 milliongacha sug'urta bilan, 100 milliondan yuqorisi kafillik bilan davlat sifatida beriladi. Asosan mana o'tirganlardan kimda agar savollar bo'layotgan bo'lsa, savollarga javob berishga harakat qilamiz. Kimda savollar bor? O'zi tanishtiring. Sizlarga prezident qarorining 302 sonli 100 millionga kredit chiqarishga hujjatlarni taqdim etgandik. Chiqmayapti, shu tezlashtirib berishingizni so'rayman. Nima bo'ldi? Hozir shu kredit hujjatlari o'zi taqdim nimada turibdimi? O'sha hech qanday muammo yo'q, masala bo'lmagan bo'lsa bir kunda chiqarib beradi.